Bak. İbo. Bo'ldingmi, tezroq chiq. Hozir chiqaman. Darsda yomon charchadim bor. Gap. Katta bo'lsam odamning ishini qo'limga olaman deb dam olib o'tiraman ofisda. Unisi ham mayli, men bankda ishlayman. Sen kim bo'lmoqchisan? Bilmadim, qo'yaversanglarchi bolalar. Vaqt o'tishini qaralaring. Bir pasda katta bo'lib qolamiz. Da, hamma o'zining ishi bilan bo'lib ketdi-da. Bolalar, qachon gaplashgan dachamga chiqamiz? Arziydigan joymi o'zi? 100%. Dachani hisobi mandami bo'lsa, brat? Ko'p o'tdi, brat. Damdamday bo'lsin-da. Bo'ldi, gap yo'q. Men mazza qiladigan bo'lmizda, dachada endi. Qalaysizlar bolalar? Gapiramizlarmi? Muhammad, tinchmisan? Bolalar shu sel ish boshlayotgandim. Shunga bir 500 dollarcha pul kerak edi. Sen o'zi umringda o'sha so'ragan summani ushlaganmisan? Chiqmagan jondan umid bir so'rab ko'rdim. Mayli, topib olarman bolalar. Topib ol. Assalomu alaykum. Ish so'rab keldik aka. Ibrohim, xush kelibsan uka. Bizning korxonamiz nomi Hamroh. 2021-yildan beri faoliyat yurg'izib kelamiz uka. Shu kungacha ham 50 ta xodimimiz bor. Ular orasida karyera qilib kelayotgan xodimlar ko'p. Sen ham yaxshi harakat qilsang uka, Xudo xolasa, senda ham karyera qilish imkoni bo'ladi. Faqat sifatga qattiq urg'u beramiz uka. Rozimisan? Bo'ladi aka, roziman. Men ish tanlamayman. Muhimi halol ish bo'lsa bo'ldi. Uka, bo'lmasam kelishdik, senga bir imkoniyat berib ko'raman. Ertadan kelib ishni boshlashing mumkin. Ya'ni unga telefon qillaring, kelar ekanmi o'zi yo'qmi? Alo. Alo. O'g'ayni qalaysan? Menga qara, kelasanmi? 15 minutdan beri kutib turibmiz, hali ham yo'qsanmi? Oylik ishlarim ko'p. Yo'q, bugun chiqamayman. Nima qilasan uni chaqirib? Gilamni yuravermaydimi? O'chir telefonni. O'zi yoshligidan shunaqa edi-yu. Bilmayman oldinda nima bor, yozaman yana nechta qator. Necha yil kutib ishda har tong, balki boshqacha yo'nalishda hatto, balki ovozim eshitilmay qolar. Men haqimda yozilmaydi maqola. So'zlarimga yopishadi hatto. Soxtalarni asl yuzini ko'rsatganingga o'zingga shukr Alloh. Bo'larman balki yomon otliq, nima bo'lganda ham ishonaman, baribir chiqadi qanotlar. O'lmaydi biz boshlagan ishlar, baribir bo'lar o'zgarishlar. Xodimlar nima desa desin, haqiqatni eslab qolar tanishlar.